ko'rayotgan bo'lsanglar mana hozir olaman. Yaxshina alohida berish kerak. Mana shuni oltin beradi. Xudo xohlasa. Bo'rani tepaman. Mana hozir bo'rani tepamiz. Bo'ldi. Oho, ko'pib ketdi bu. To'kilib ketdi qo'llar. Iloji yo'q endi hozir yerib olaylik. Biraz ko'payib ketdi buni. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana tayyor bo'ldi. Gazimizni o'chiramiz. Mana gazimizni o'chiramiz. Mana buni bunday qilib olamiz. Mana suvga mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana oltinimiz tayyor bo'ldi. Endi buni grammini o'lchaymiz. Hozir mana 00 bo'ldi. Mana qo'limda turibdi. Biri 62 bo'libdi gram. Ko'rdinglarmi? Mana. Mayli. Ana qilaylik. Endi xudo xolasa ertaga mana bugun ozgina charchadim. Masala yog'da azorini qo'yardim. Ko'playapti. Ana qilmadingiz. Mana qolganini ertaga aytamiz. Bu bilmadim qancha chiqadi bu endi xudo xolasa. Xuddi ana shunday bir chiqadi. Mayda qila olamiz. Gaz balonimiz ham mana bo'ldi. Ertaga ko'proq gaz balon olib kelamiz. Mana Prikris vodoroddan olib keldik. Telpalar bo'yicha mana bugun xudo xohlasa ertaga mana qilamiz. Yana hozir sizlarni bitta narsa bilan tanishtiraman xalqim. Bu ham ajoyib narsa ekan. Men hayron bo'ldim hozir. Xalqim, men o'tgan safar mana haykalchani aytdim.